Hi everyone, welcome to a new concept English classroom, and this is Ablajan. And today we will learn lesson 5. Alright, sağdaş yaxşımızlar. Yeni uqum ingliz tili dersimiz kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugun o'sha yeni uqum ingliz tili birinchi qism 5-chi dars. Shuni o'rganmoqchi. Aniqdan sizlar shu har qatim dars o'rganganda bo'lsa, shu kitobinglarni oldingi mazmunlarni bir tizdan takrorlayversanlar, masalan, necha bo'lmaganda so'zliklarni, tekstlarni bir qatimda o'qib degandek uchun. Unda bo'lganda nima keyingi darslarni tushunishingizga qanday insanlar intayin cho'ng yordam beradi. Okay. Aniqda bugungi darsimizdagi yangi so'zlarni bir o'rganib o'taylik. Yangi so'zlarni. Insanlar new words. Okay? New words. Okay, number 1 is Mr. Okay. Ana Mr deganimizni qarasak, birinchi tovush mau tirnoqcha qaraymiz. Tirnoqcha qaraydigan bo'lsak, birinchi tovushni Nama? Okay, Mr. Okay, nima deb o'qiymiz? Mr. Okay, bir agish o'qiydiganlar? Mr. Good. Mr. Okay, endi Mr deganimiz nima? Sanlar efendim degan gap, efendim. Arada bu şu erlarninki familiyasiniki oldiga keladi. Okay. Andaqda chet elliklarda masalan familiya qandaq bo'ladi? Masalan, alaylik Barack Hussein Obama. Okay, Barack Hussein Obama Amerikanınki prezidenti. Hamda bu adamning isminiki Barack degani o'zining ismi. Okay, Hussein deganimiz middle name deb qo'yamiz, middle name deganimiz ham demaysan, o'ttirinchi ismi. O'ttirinchi ismi. Arada o'ttirinchi ismi ba'zi ishlatadi, yoki ba'zi ishlatmaydi. Keyingi ismi nima masalan Obama. Okay, Obama degan ham demayarki familiyasi. Masalan, mening ismim Ablajan Muhammad Ali bo'lgan bo'lsa, mening o'zimning ismim Ablajan, familiyam bo'lsa Muhammad Ali. Demak, inglizlarga o'xshash o'zining ismi birinchisi bilan keldi, ikkinchisida familiyasi. Endi bir farqi nima desanlar, bizda hamda familiya desak ko'pincha mush dadamizning ismini familiyasi deb qo'llanamiz. Lekin chet elliklar uchun desanlar, ularning familiyasi muqim bo'ladi. Masalan, buvining familiyasi, demak bir jamiyatning familiyasi o'xshash bo'ladi. Masalan, hamma Obama oilasiga qaraylar, Obamas. Endi bu Obamasninki madam nima deymiz sanlar? Mr. Obama. Okay. Obama efendim shunami? Mr. Obama efendim. Okay. Yana birisi nima sanlar? Masalan, Obamaning oilasiga, nima Mr. Obama. Ko'rdingizmi? Onun lekin kichik qizlar bor emasmi? Bu qizlarning ismlari endi nima desanlar, familiyasi Obama bo'ladi. Okay, Obama. Bu qizning ismi nima desanlar? Miss Obama. Okay, bu yerga Miss. Okay, Miss deganimiz xon qiz. Okay, Miss deganimiz xon qiz. Ana Obama xon qiz. Oh. Wow, mush action ma'lum ayol kitap chaqir, undaq emas. Obama xon qiz degani shu qizining ismimi, familiyasimi, sorry, nima desanlar? Obama. Shuna Miss Obama xon qiz deydi. Okay? Onun keyin macho ayolidan Mrs. Obama. Okay, endi ayoli nima desanlar? Obama xonim bo'ladi. Demak, Obama xonim degan hargiz Obama xotin kishi deganlik emas, balki Obamaning ayoli. Arada shu chet elda, Amerikada bo'ladi. Shu ingliz tili so'zi inshaalloh. Masalan, kishi ayol kishi to'y qilgandan keyin uning familiyasi shu er tarafning familiyasini ishlattirchi. Er tarafning familiyasini ishlattirdi. Shunga mushara bu ayolning ismi nima? Michelle Obama. Okay? Barack Obama, Michelle Obama, Sasha Obama, Melia Obama deb shunday Obamaning oilasidagilar. Shunga Obamaning ayolini Mrs. Obama. Okay, nimalarga emas? Mrs. Obama. Obamaning qizinchi Miss Obama. Obamaning o'zinchi Mr. Obama. Okay, Mr. Obama. Onlarga savolashlar shu ingliz tilidagi bir necha farqlantirib ataydigan so'zlar bor. Masalan, oldingi soatimizda sir deb o'rgandik. Shunami? Okay, sir deganimiz hamda efendim. Masalan, shu dukkan magazинlarda, onundagi maktabda shu erkaklarni hurmatlab chaqirish nima? Sir deydi. Sir, masalan, dukkan borsan, sir. Endi bu sirning keyin nima ketmaydi desanglar? Familiya kelishini aytdi. Tanımagan taqdirda bir erkak kirsa, masalan, dukanga yoki bir muallim kirsa, sir deymiz. Herkes o'qituvchini teacher deb chaqiradigan ish yo'q, qadrli savoldoshlar.
nima deymiz? Er o'qitishi bo'lsa sir, ayol o'qituv ismi miss. Okay, miss. Aniqda niyari gentleman deb yana birisi bor. Okay, ham bu yerga gentleman deganimiz nima? Okay. Hamda gentleman deganimiz bu efendim. Bu ko'pincha ommaviy so'rinlarda gentleman deb chaqirdi akshini nima? Ladies and gentlemen. Okay, bilasizmi? Xonimlar, efendilar. Shu efendim degani gentleman. Tushunami? Okay, next one is guy. Okay, guy. And the guy degan Amerika inglizlar o'g'il bolalarni the guy deb chaqiramiz. Hey guy, hey guys. Bolalar degandek-ku. Endi bu yerga guys, gays emas, yoki gay emas. Endi gay deganimiz hamda to'ngshingdan degan gap-ku. Mana er to'ngshingdan gay deydi bolalar. O G A Y. Ana mana nima? Guy. Tushundinglar? Guy. Okay, bala odatda masalan o'g'il qizlar aralashib bo'lsa ham guys deb chaqirdi, hamda informal. Endi deymiz informal degan berasmiy ishlatilishda. Endi keyingisi nima? Boy. Okay, boy degan shu o'g'il bola degan gap. Tushunami? Hey boy. Hey bola. Shunaqa ma'lum gentleman. Okay, yana shu gentlemen. Okay, yaxshi, shunaqa. Okay. Keyingi so'z nima? Masalan, good. Okay, good. Good deganimiz shu nima? Obdan, baland degan bo'la. Good. Masalan nima? Good school. Okay, good school, yaxshi maktab. Tushunami? Good job. Okay, and muallimlar to'g'ri ishlatsa ham deydi. Masalan, shaxsan men bolalarni ilhomlantirib, hey, good job. You did a great job. You did a good job. Bu deganimiz hamda va yaxshi qildingiz, baland qildingiz, obdan qildingiz demakchi birisining ifodasini aytdi. Yaxshi bo'lsa shu yaxshi qildingiz degani good job deymiz. Good job. Okay, good teacher bo'lsa yaxshi o'qituvchi. Anaqa good morning. Okay, qaranglar. Mana narsani morning. Get? Nima bo'ldi? Morning. Dabaqla? Morning. Shunaqa merotda so'zlab aytamiz. Morning. Morning. Get? Morning. Okay, morning degan tushdan burun atgan degan ma'nosi bor. Masalan, good morning. Atganligingiz xayrli bo'lsin. Good morning. Good morning. Atganligingiz xayrli bo'lsin. Satganligingiz xayrli bo'lsin dedi. Good morning. Oh, good morning. Good morning. Okay, next one is new. Okay. Nima ekan? New. Okay? Yeah. Shunaqa. New. Okay. New. Okay, new deganimiz nima? Yangi. Hasi bir tal yangi qalam deganda-chu. A new pen. Yaxshi. Hamsi bir tal yangi maktab. A new school. Okay, hamda o meningki yangi qo'l soatim, qo'l soat deganim neymiz bola? It is my new watch. Okay, it's my new watch. Okay. Hamda nima? Bu sizning yangi nemingizmi? Ko'ylagingizmi? Deganda-chu, is this your new dress? Agar men dress degan ayollarning uzun ma ust taraf bilan ost taraf yubkasi qo'shish ko'ylak deymiz, bo'lar dress deymiz, choylarga, so'rinlarga kiyib boradigan shuni deymiz dress. Nima deymiz? Dress. Good. Endi keyingisi nima? Masalan, miss. Abay degan xon qiz. Xon qiz, qizchaq degan nima deymiz? Miss. Okay, miss palonchi, masalan, miss Obama xon qiz, shunaqa. Miss emasmi? Miss. Good. Okay, rabanglar. Miss. Good. Miss. Okay. Oh, next one is student. Okay. Student. Okay. Uyg'ur tilida student deb qo'yamiz-ku. Mana nima? Student. Agar aytayman. Student. Good. Student. Okay, next one is French. Okay, and what French tilimiz qanama? Farq shunami? Qo'lon. French. Oxiri French. French. Good. French. And the French deganimiz nima masalan? Fransiyalik, Fransiyaning fransuz tili. Okay.
Ana French. Qarang, Zidane nalik Fransiyalik. Nayt danglı futbolchi, shundami? Shaxsan men intayin havas qilaman Zidane'ga. Nima? French, a really good football player. Nima? French. U nalik Fransiyalik. French. Okay, and the Fransiyalik o'quvchi, a French student. And the fransuzcha kitob bo'lsa French book. Shunami? French book. And Fransiyaning mashinasi. Fransiyaning mashinasi bo'lsa French car. Okay, French car. French car. Keyingisini bilsanglar German. Okay, German. Endi men aytman German degan Germanining shunami? German. Aksbanglar German. Yaxshi. Endi bu yerga German degan Germaniyaning demaksan Germaniyaning mashinasi German car. Germaniyaning o'quvchisi German student. Endi German ayrim bo'lib ism bo'lib kelganda nemis tili deb ma'nosi bor. Masalan French ism bo'lib kelganda fransuz tili deb ma'nosi bor. You know what? Okay, next one is nice. Wow, nice. Nice weather. Nice. Okay. Nice ni yana bir ma'nosi chiroyli. Chiroyli ko'rkam. Okay. Chiroyli yoki naydi go'zal. Nice. Okay. Nice. Okay, bu qattiq bir abdiy ta'limda o'qib ketibdi-ku, nice deb. Bu rasmlarni chiqarib share qiladigan, function qiladi. Shuni nima? Nice. Good. And the keyingisi nima dersanglar? Meet. Okay, ma o'tirdagi mavzuq tovush harfini nima? Yaxshi. Endi og'zimiz sal kulgandek, kulimsirgandek sal ishtirak bo'ldi. Uni qishimiz ustiga ko'taramiz. Nima? Sorry. Meet. Yaxshi. Meet. Okay, meet. Endi bu qarasanglar. Nice to meet you. Okay? Nice to meet you. Endi bu yerga nice to meet you demakchi, siz bilan ko'rishgunimga nihoyat xushalman. Bu odatda tunji qatim mush birisi bilan ko'rishganda, tanishganda boshni ishlatamiz. Nice to meet you. Okay, good. Nima deganimiz bo'lar? Nice to meet you. Okay, nice to meet you degan o'z siz bilan ko'rishgunimga nihoyat yoki tanishganimga xushalman. Endi bu javoban nima deymiz? Nice to meet you too. Okay? Nice to meet you too. Nice to meet you too deganimiz bu shu. Men siz bilan tanishganimga xushalman. Endi yerga too deganimiz nima desanglar? Mu degan gap bo'ladi. Xo'sh, keyingisi nima desanglar? Japanese. Okay? Japanese. Mana Japanese. Okay, endi yerga Japanese deganimiz Yaponiyalik. Yaponiyaning Yapon tili deyapmiz. Yani nima? Japanese car. Okay, next one is Korean. Okay, look, what is this? Korean. They are Koreans, nima? Ularning bular Koreyalik. Shuni nima deymiz? Korean. Okay, Korean. Korean. Endi ma keyingi ian degan tovush qo'yamda. Ian. Korean. Koreyalik. Okay, malacho. Chinese. Okay. Chinese. Okay, endi ma degan tovushdan o'stirib bir o'rg'a belgistirdi. Chinese. Okay, Chinese deganimiz endi o'shada Junguluq. Endi ma Changlong bilan Lilenje bor ekan-ku. Ular shunami? Ular deymiz-ku endi. Ular degan nima? They bo'lsa are Chinese. Okay. Endi they are Chinese. Ular bo'lsa nima? Junguluq. Odatda yana Hanzu tilini deymiz bolalar desanglar, Chinese deymiz. Hanzu tili nima? Chinese, inglizlar English, yapon tili Japanese, Koreya tilinchi Korean. Ham koreyalik deymiz. Demak endi mana nima sifat zotish. Ham ism bo'la oladi. Ism bo'lgan deb shu tilni ko'rsatadi. Chinese, Hanzu tili. Okay. Next one is to. Okay, to deganimiz nima? Sound mu degan gap. Okay, to. All right. Masalan, I am a student. Men bo'lsam bir o'quvchi. I am a student too.
nima? Menmu o'quvchi. Okay, mu desak, misal nima dersanglar? Too. Okay. I am a student too. I am a student too. Ishlama. Yoki nima dersanglar? Me too. Okay, me, men. Shunami? Me too. Menmu. Menmu. Demakchi, menmu deganda me too deymiz, Good.